لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى Dinda la ikroha fid-din, dinda majburlik yo'q. Xohlagan ixtiyori bilan tanlab, iymonni tanlab jannatga daxil bo'lsin, xohlagan jahannamga o'tin bo'lsin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah va yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Biror kishi uchun iymon keltirishlik Allohning iznisiz mumkin emas. Allohning tavfiqsiz iymon keltirishligi mumkin emas. Agar Allohning izni Alloh xohlamadiki birovlarning majburiy suratda iymon keltirishligini, xohlasa qalbidan tashnalik bilan bo'lishligi bilan Alloh hidoyat qilishligini xohladi. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Agar biz xohlagan odamlar mu'min bo'lishligi bo'lganda, hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni iymon safiga olib kirib olgan bo'lardi. Lekin ularning qalbida iymonga tayyorgarlik bo'lmagandan keyin siz qanchalik gapirgan bo'lsangiz, shunchalik iymondan qochaveradi ular. Va yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Aqllarini iymon mas'alalariga ishlatmagan odamlarningga Alloh subhanahu va taolo nopoklikni qalblariga qilib qo'yadi. Ular aqllarini ko'ring, yer yuzida juda ko'p aqlli odamlar bor, lekin iymon mas'alalariga aqllarini yuritmaganligi sababli oddiy bir aqlli kishilar iymon bilan dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Ular o'zlaridan boshqada aqli yo'q deb da'vo qilib yurgan odamlar, ular bo'lsa aqllarining iymon masalalarida yurgizmaganligi sababli jahannamga o'tin bo'lib borishadi. Ular nopoklik ularning qalblariga egallab olganligi uchun shunday. Shunchalik aql idrok bilan oddiy iymon masalalarining haqida o'zi o'ylab ko'rmagan. Qani aqlli odamlar o'ylasin. Bu murakkab olam qanday kelib qoldi? Bu yerda inson qanday bo'lib vujudga keldi? İnsonning avvali nima? Hayotning avvali nima? Mana bu masalalarga javob bersin. Ularning javoblari puch hammasi. Savol javoblar faqat so'z o'yiniga o'xshagan. Lekin insonning tabiati insonni majbur qiladi agar aqlini ishlatsa. Qani bu murakkab olam qayerdan kelgan? Hattoki ixtiro qilgan narsalar bashariyatning manfaatidan uning zarariga xizmat qiladi. Agar hozirgi vaqtda ko'p narsalarni ixtiro qilib qo'ygan odamlar o'zlarini o'tib ketishdilar, o'tib ketgan va qaytib bir tirilib kelib o'zlarining ixtiro qilgan narsalari insoniyatning foydasi uchun o'ylashgan edi, endi uning zarariga xizmat qilayotganligini ko'rganlarda insoniyatdan uzr so'rashgan bo'lardi deyman men. Chunki hozirgi vaqtda inson tarafidan ixtiro qilingan narsa bashariyatning ustida qattiq bir qo'rqinchli dahshat bo'lib turibdi. Chun takror aytamiz, dinda majburlik yo'q. Biz aqidaga bizni islom biror daqiqa ham majbur qilgan emas. Xohlagan mu'min bo'lib yashasin, xohlagan kofir bo'lib yashasin. Mu'min bo'lganlarga jannat, kofir bo'lganlarga jahannamdagi o'tin bo'lishlikni va'da qilgan. Mana bu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak. Biror vaqtda islom odamlarni aqidaga majbur qilgan emas. Qul inzuru madha fis samawati wal ard va ma tughni al ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minun. Ayting ey Muhammad alayhisalom odamlarga, koinot u yerda nimalar bor? Qaranglar. Lekin juda ko'p narsalar, juda ko'p mo'jizotlar bor. Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi alomatlar, ogohlantiruvchi narsalar bor. Bular iymon keltirmagan odamlarga foyda bermaydi. Ular bu narsani tabiat qonuni deb bitta so'z bilan hammasini aytadi. Nima tabiat? Ayting, shu tabiat. U tabiat qaysi tabiat? U ko'r tabiat. Kar eshitmaydi tabiat u.
U qanday bir qonun chiqaradi? Qanday uni ko'r kar bo'lgan tabiat o'zining qonunini yurgizadi? Tabiat nima? U katta bir kuch egasi. Jonsiz narsa qanday katta kuch egasi bo'ladi? Ular yagona ma'bud deyishlikka tillari kelmaydi. U butun qonuniyatni, o'zgarmas qonuniyatni yaratgan, koinot va insonda va o'zgarmas bir nozik nuqtalar bilan yaratgan zot yagona ma'bud Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratuvchi degan so'zga tillari kelmaydi. Mana bu narsaga insonni aqlini ishlatishlik majbur qiladi, birodarlar. Unzuru maza fis samawati val ard, koinot yerda nimalar borligini qaranglar. Alloh subhanahu va taoloning bu buyrug'ini musulmonlar birinchi labbay deyishdilar. Islom olamida unzuru maza fis samawati val ard, koinot yerda nimalar borligini qaranglar degan buyruqqa ijobat qilishib, olamni shunday islom olami daqiq koinotdagi ilmlarni kashf qilishdilarki, ular bu kashfni qilishgan vaqtda boshqalar hech bunday narsalardan xabari yo'q edi. Islom ulamolarini tekshirib ko'rsangiz, ularning yangilariga 1000 yil bo'lgan birodarlar. Boshqalarning olimlarini tekshirib ko'rsangiz, 350 yildan uyoq o'tmaydi. U ham bo'lsa taraqqiyot hammasi islom olamidan salib urushlarida boshqa bir dunyolarga shu ilmlar ko'chib o'tgan birodarlar. Shuning uchun ham mana bu Qur'oni Karimni keyingi davrdagi musulmonlar koinot yerda nimalar borligini qaranglar degan buyruqlarni albatta o'z-o'zlaridan esdan chiqarishganlari yo'q. Birinchi Qur'onni esdan chiqarishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini esdan chiqarishlik natijasida Allohning buyruqlarini esdan chiqarib qo'yishdilar. Shuning uchun ular oxirgi odamlarga aylanib qolishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, ma lana rabbun siwa. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.